Hammaga hozirlarga bitta narsa ko'rsataman. Birinchi podkast bergan insonim Jamoliddin bilan уже mana 2 yil o'tibdimi? Почти 2 yil o'tib qoldi. 1,5 yildan oshdi. Endi noldan boshlagan shogirdlarim podkastga taklif qilinibdi. Mana o'zimiz bolalar hammasi mana o'zi samolyotda uchib kelib, yaxshimisizlar? Bu birinchi qaldirg'ochlar. Короче, podkastda cho'tki qilasan degan umiddaman hammangga. Bular o'zidan o'zi bu yerda o'tirgani yo'q. Ancha-muncha o'zini ustida ishlab, o'zini brendini qo'yib olib, o'zini viloyatida ancha-muncha hurmatga ega bo'lib, mana endi nasib qildi. Xudo xohlasa, keyingisi ham bo'lasan atlet. Обязательно yo'lda ko'rishamiz. Mana bular o'zi bitta yo'lda biz bilan. Xuddi men birinchi podkast bergan insonga bular birinchi podkastini beradi. Xudo xohlasa, mendan ham zo'r bo'lib o'tib ketadi. Omad tilayman hammaga. Mana shu birdamlik.